Real Madrid muxlislari bormisiz, omonmisiz? Biz yana jamoamizga oid bo'lgan xabarlar bilan qaytdik. Aziz do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlab, like bosayotgan barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz navbatni yangiliklarga beramiz boshladik. Real Madrid futbolchisi faoliyatini Turkiyada davom ettirmoqchi. Madridning Real klubi darvozaboni ukrainalik Andrey Lunin jamoani tark etib, Turkiyaga yo'l olishi mumkin. AS nashrining xabar berishicha, futbolchi o'z holatidan va maydondagi o'yin vaqtining kamligidan norozi. Luninga asosiy da'vogar sifatida Turkiyaning Galatasaray klubi ko'rilmoqda. Uning Real Madrid bilan amaldagi shartnomasi 2030-yil 30-iyunigacha mo'ljallangan. Madrid klubi darvozabonni 20 million yevroga qo'yib yuborishga tayyor. Shu bilan birga Real Madrid allaqachon Espanyol klubining 24 yoshli posboni Joan Garcia bilan muzokaralarni boshlagan. Real Madrid yangiliklari Telegram kanalimizga barchangizni taklif etib qolamiz. Bu yerda siz Real Madrid haqidagi eng qiziqarli xabarlarni birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Gollarni ham muntazam ravishda joylab boramiz. Telegramga o'tish manzili kommentariyada. Bu kechagi xabar, ammo biz qirolni chetga surib ketishni xohlamadik. Real Jesus Vallejo klubni tark etganligini e'lon qildi. Klub Vallejoga professionalligi, fidoyiligi, ishiga bo'lgan sadoqati uchun minnatdorchilik bildiradi va unga hamda uning oilasiga hayotining yangi bosqichida eng yaxshi tilaklarini bildiradi, deyiladi klub xabarida. Futbolchi 2015-yilning yozida Saragosadan Realga ijaraga asosida o'tgan edi. Bu vaqt davomida u Eintracht Wolverhampton va Granada jamoalarida ham ijarada to'p surdi. Real Madrid safida u barcha turnirlarda 35 ta o'yinda maydonga tushgan. 2 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi va Ispaniya chempioniga aylangan. Real Madrid himoyachisi Al Hiloldan tushgan taklifni o'ylab ham o'tirmay rad etdi. Real Madridning ishonchli himoyachisi Antonio Rudiger Saudiyaning Al Hilol klubidan tushgan yaxshi taklifni rad etdi. Saudiya klubi 32 yoshli himoyachiga 2+1 sxemasi asosida shartnoma va Realdagidan 3,5 barobar ko'p maosh taklif qilgan edi. Biroq shanba kungi uchrashuvda germaniyalik futbolchi qirollik klubida istagi borligini bildirdi deb xabar bermoqda jurnalist Sasha Tavaleri. Eslatib o'tamiz, germaniyalik fullbekning qaymoq ranglilar bilan amaldagi shartnomasi 2026-yil 30-iyunigacha amal qiladi. Trent Realda sevimli raqamidan voz kechadi. Liverpool bilan Angliya chempionligiga erishgan Trent Alexander-Arnold faoliyatini Madridning Real klubida davom ettiradigan bo'ldi. Madrid super klubida angliyalik himoyachi o'zi yoqtirgan 66-raqamini almashtirishga to'g'ri keladi. Chunki La Liga reglamenti bo'yicha jamoa o'yinchilari o'zlariga birdan 25 gacha bo'lgan raqam tanlashi mumkin. Trent faoliyati davomida 2, 15, 17 va 18-raqamlar ostida ham to'p tepgan. Biroq Realda bu raqamlarning bari band. Endi mashhur himoyachi o'ziga boshqa raqam tanlaydi. Sizningcha Trent Alexander-Arnold Real Madridda nechanchi raqamda harakat qiladi? Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Videolar har kuni chiqishi uchun like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Izohlarda Real Madrid jamoasiga omad tilab qo'ying. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.